Yashil, sariq, sariq, yashil, qizil. Rahmat, bo'ladi. Endi mana bu barglarimizni sinab ko'ramiz. Yemayman deyman, soniga qarab qo'yib ketasiz. Qishingizni nechta bo'lsa shuncha urishingiz kerak. 1 2 qarang, 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3. Icharasiga ham qo'ying. Icharasiga ham qarang. Rasmlar chiqadi. Rasmda iboralar chiqishi mumkin yoki bo'lmasa qandaydir so'z chiqishi mumkin. Ana shuni diqqat bilan e'tibor qilib tursalar, iborani topishlari mumkin. Xo'p, bali, bola. Mana bu nima? Demak, ustozlar, yaxshi. Xo'p. O'z quloq bo'lmasa, quloq bo'lmoq yaxshi. Xo'p. Izlaganda deb nomlanadi bu metodimiz. Siz o'z orqangizni o'girib turasiz. Men raqam aytaman. O'shani tezkor topishingiz kerak. Ikki tomonga taxlaymiz. G'olib chiqqan o'quvchi rag'batlantiriladi. Demek 1 2 3 9 6 mi? Avvalo. Yaxshi. O'girilib turing. 1 2 3 7. 7. Ya, birinchilar. Izlashing. Hop. 1 2 3 18. Nihoyat. Yaxshi. Demak, 1 2 3 10. Yaxshilamizlik. Мы тоже он. Ничего не пауza. Mana u. Ya aytsam Hakikaten hani pedagogligimiz shu yerda berilib izlayapti. 1 2 ketdik. 3. Qo'lida yo'q. 3. Qo'lida yo'q bo'ling.